Aziz yurtdoshlar, sanoqli kunlardan keyin yurtimizga yangi 2026-yil ham kirib kelmoqda. Men mana shu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men mana shu yerda aytib o'tishim kerakki, 2025-yil biz uchun omadli, baxtli yil bo'ldi. Chunki men rahbarlik qilayotgan 27-umumiy o'rta ta'lim maktabi bitiruvchilarining 50% dan ortig'i oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirdilar. Shu bilan birga xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovida maktabimiz faxrli birinchi o'rinni egallab 100 million so'm pul mukofotini yutib olishdi. Yana aytadigan bo'lsam, 10-A sinf qizlarimiz esa prezident iqtidorli farzandlari ko'rik-tanlovi g'oliblari bo'lib, hozirgi kunda eng yuqori oliy ta'lim muassasalariga chet ellik domlalari tomonidan tayyorlanib kelmoqda. Men o'ylaymanki, 2026-yilda ham bu kabi yutuqlarimiz davom qiladi. Men yana bir bora yurtdoshlarimni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Har biringizning oilangizga yangi yilimiz omad, baxt, quvonch olib kelsin. Aziz yurtdoshlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biyonidning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.